YouTube, Instagram orqali bizni kuzatib boruvchi kanal a'zolari, chorva hayvon ishqibozlari. Bugun hafta kuniga shanba. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Bekobod chorva bozoriga kelganmiz. Bu bozorda hamma turdagi hayvonlar, chorva mollari, qo'y bozori, ot bozori ham bo'ladi. Ilojini baricha bugun hamma bozorni obzor qilishga harakat qilamiz. Bugun havo sal sovuqroq, qor yog'ib turgani uchun hayvon sal kamroq. Iloji bo'lsa ot bozoriga ham o'tishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Kommentariyada fikrlaringizni albatta kutamiz. Aka, buni qanchadan narxi aytishyapti? 23 deyishayotgan ekan. 23 million so'mdan aytishyapti buni. Telefon raqamlari 94 kodi bilan 123 necha edi? 153 30 20 ekan. Shu raqamlarga kerak bo'lsa, mabodo telefon qilaverasizlar mana. Keyingi bo'zaqchilar mana yoshroq. Ana o setgan ichib. Bo'ylar 1 metr atrofida. Qirg'iziston barodalari mana ekan. Har turdagisini tushunish mumkin. 17 dan keladi. 7 milliondan kam bor deyishadi. Chile alomatini telefon nomeringizni aytib olasizmi? Yo'q, shartnoma şeyda sotamiz. Telefon nomeri shartnoma deyishadi, sheyizda sotamiz deyishadi. Bozorga asosan dehqonlar chiqqan uchun ko'p ham telefon nomerlarini aytishmaydi, chunki ko'proq yakka tushadi mana shu. Bizning ham o'ta chiroyli ekan, bo'ylar 110 atrofida. Qirg'iziston Shved. Chekamiz, narxini so'ramiz. Aka, narxi qancha aytishyapti? Bu 25 kam. 25 million kam bor deyishyapti. Qancha so'rab turibsiz aka? 19 ga o'tib berdi. 19 millionga. Ozgina kam so'rab turishibdi mana aka. Lekin bermaydi. Mana keyingi 25 ta sotib. kattaroqlarga yetib keldik. Yana shu 1.15 atrofida. Qirg'iziston Shved barodalar. Narxni olsin so'raydi. Narxni olsin qancha aytasiz aka? 46. 6 million, jupiga 46 million turishib. So'rashdimi aka? 40 o'tib berasiz. 40 million, ozgina kam 40 million. Buni so'rashyapti, lekin chiroyli kelasi. Bozor sal qilinchlik uchun videoga sal qiyin bo'ldi. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? Telefon ishlatma. Telefon ishlatmas ekan. Keyingisi. Yana ikkita bo'lmasa, kichikroq bo'lgan, bular ham shu Qirg'iziston Shved barodalar. Lekin ikkalasi ham zo'r ko'chat bo'lgan ekan. O'zlari shu bittasi 1.10 kilo, bittasi 1.5, 1.10 atrofida. Aka, telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeringiz 22 million. Telefon nomeringiz-chi? 94 kodi bilan telefon raqamlari. 505 50 necha ekan? Necha dedingiz aka? 50 59 ekan. Narxini qancha aytdingiz aka? 40 jupiga so'radi. Jupiga 40 million so'rab turishgan ekan. Lekin bular juda sifat chiroyli. Tomondan ko'rinishi ham ancha kengroq. Yaxshi tavering. Bog'chali ekan. Greenport barodadagi bo'ylar o'sha 120 atrofidagi boqmalari mana ekan. Boqmalar qatori yetib keldik. Ichkari sal tiqilinchlik uchun ichkarini videoga olaman, yoshirib olaman. Aka, narxini qanchadan aytishyapti? Narxini. Narx 30 aka. 30 milliondan kam bor deyishyapti. Telefon nomeringiz bormi aka? Aytib olasizmi? 93 kodi bilan. 403 62. Necha dedingiz? 62. 62 raqamlarga mabodo kerak bo'lsa telefon qilishingiz mumkin mana aka. Bunaqadan ko'p aka. O'zicha bashi yana keladi. Yana keladigan ekan, tayyor beramiz deyishyapti. Uni 20 million. Xabatdagi mana o'ta chiroyli ko'chatli ekan buni. 40 million 500 ming so'm so'rab turishdi, lekin berishmayapti.
Lekin o'ta darajada haqiqiy mana ko'chatda eng zo'rlari shu ekan. Bo'ylari 1.20 ga yaqin, 1.15 plus. Osilagan mana. Tomonda yana ikkita bor ekan. O'sha yuzni satib ketamiz deyishyapti. Dehqon keladigan ekan mana. Keyingisi mana ikkalasi ham so'rab turishibdi, lekin yetib o'ta olmadi odam ko'pligi uchun. Ben öyleme 500 da. 41 millionga berishmabdi mana ekan. Vay 1 million so'mga yo'q. Bozorda bu aytganimizda dehqonlar asosan telefon nomerlarini so'rasak aytishmaydi. Keyin mana boqmalarni qotargan yetib keldi. Mana vasiyatlar ko'rib chiqaymi. Nima ekan? Bo'ylari o'sha 1.20 plus. Bu ham olsin. 28 million kam bor deyishayotgan ekan. Qancha so'rashyapti aka? 24 million 500 ming so'm so'rashibdi mana ekan. Lekin berishmadi. Juda chiroyli baqilgan ekan. 94 ko'di buni telefon raqamlari. 126 2200 2200 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ya'ni bor ekan sotiladigan o'yda mana ekan. Nima degan ekan? Mataga mana boqmoq ham yetib keldi. Bu ham asosan bu joyda Qirg'iziston shved parodlarini ko'rishingiz mumkin. Bozorda asosan bu joyda shved parodiga juda qattiq qiziqishadi. Mental Greenford parodalar endi kelib kelyapti. Qancha so'rashyapti? 60 million so'm jupiga aytishyapti, 44 million so'm so'rab turishgan ekan mana ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari o'sha 1.20 plus. Ko'chalar. Lekin juda baqishga tayyor holatda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlari ham o'ta darajada chiroyli bo'lgan, ikkalasi ham yaxshi ekan. Bu nomerlarni aytishmaydi unchalik. Bu nomerlarni kerak emas deyishyapti. Hattaga nomasiz mana ko'rishingiz mumkin. Ya o'sha 1.15 1.20 orasida bu ham shved parodi. Avattagi mana ikkala. 5 million so'm so'rab turishgan ekan mana ekan. Ko'rishingiz mumkin. Lekin baqishga tayyor, chiroyli holat. O'zi yaxshilab baqvan qo'yish bittasi shu. 100 kilo pil atrofida. Bo'ylari ham shu 1.20 dan balandroq. 45 million so'mga lekin berishmaydi mana. Mana ekan pashta. Joyda to'liq shved paroda baqiladi. Mash oq 19 million 500 ming so'm so'rab turishdi mana ekan. Bo'ylari o'sha 1.10 pil atrofida. 700 mi?